И 1,5 миллиона нет очень. Хотите вот так? Ko'ryapsizlarmi? И они говорят, что давайте выселим этих гастарбайтеров. А почему O'zbeklar они об этом не говорили в 41-м, 45-м? qachongacha mana shunaqa унижаться qilib yurasizlar? Вот один какой-то журналист об этом говорит. Из них 1,5 миллиона 35 million, 37 million ichidagi o'zbeklarning ichida mana shu bitta odam gapiryapti. Keyin men gapirsam, men yomonman. Chunki men so'kinib gapiraman-da. Чтобы доходило. И 1,5 миллиона узбеков взяли. Xullas, короче, hamma o'zbeklar, которые Rossiyada yashayapti, ishlagan borganlar hammasi chiqib ketsa, ashunda juda ham katta ish bo'ladi. O'rislarni ko'tiga sikkan bo'lasizlar. Tashlab chiqib ketish kerak hozir. Почему тогда не говорили, вы что тут делаете? Yevropaga kelinglar. Yevropaga mana men yo'lini bilaman qanday kelishni. Faqat ish men bera olmayman sizlarga. Olib kirib qo'yishim mumkin. O'shanga o'ylanglar. Rossiyami yo grivyanni rubl topganimi? Yo nima topasizlarmi? Yevro topasizlarmi? O'shanga men gapirganda da xuya o'zbekni natsisi turib oladi. Da xuya o'zbekni natsisi chiqib oladi. Mana shularga chiqinglar, natsistlar. Aminga sikinglar. Chiqinglar mana shunaqaga bilet. Meni начинает потом men tatarcha gapirsam, tatar narsa so'laysan, nima gapiryapsan? Amiga sikinglar. Qutoq boshlar. Sizlar kerak bo'lsa men o'zbekka, tatarga tatar, boshqirtga boshqirt. Kerak bo'lsa sizlar hammanglar Boshqirdistonga ham kelib ishlayapsizlar-ku. Mana meni davlatim Boshqirdiston, допустим. Tataristonga kelyapsizlar. Meni qonim tatar, Kasaniyam bor. O'zbekistonga, как говорится, тоже Kasaniyam bor. O'zbekman men. Menga o'xshagan, mana shu jurnalistga o'xshaganlar ko'paysa nima bo'ladi? Bloger, yo'bonay blogerlar chiqib qo'ygan, hamma bloger, amini yegan blogerlar. Qutag'ini qarshilab nimalarda snimat qiladi. Voy, вот так играю, блядь. Там так. Kallangga esa sikkanlar biladi. Gapiringlar. O'risga qarshi gapiringlar, chiqinglar. Tilinglarni ko'tinglarga tiqmasdan. Chiqinglar. Около 700 тысяч там погибло. Мой дед тоже воевал, он 7 лет воевал вообще. Buni ular tushunmaydi. Buni Chernozhopoy, Gastarbayter, Churki, uni bu hozirgi o'rislarga tushuntirib bo'lmaydi buni. Bu nargi o'rislar o'lib ketdi, o'sha unutinglar o'rislarni. Aslida o'rislar ham pidaraz bo'lgan. Bosib olgan. Turkistonni bosib olgan. Hamma yerni bosib olgan. Bizni Boshqirdistonni, Tataristonni bosgan, keyin sizlarga borgan. Hamma yerni bosgandan keyin, hamma narsani sasak qilgandan keyin 12 лет уже ребята. Конечно, qashshoq bo'lasizlar. Другом на всех. Hamma yer qashshoq bo'lgandan keyin O'zbekistondagi xalq keladi-da Rossiyaga pul ishlagani. 1,5 миллиона узбеков взяли. Men kichkina paytimdan beri keladi odamlar. Мало было русских тут. И поехали. Men hali O'zbekistonda yashaganimda kelgan odamlar. Torg'iz qovun sotgani. Поехали просто в простой одежде. Chunki o'sha paytda уже было нищета там. Около 700 тысяч там погибло. Потому что власть shunaqa, властьni sikish kerak, xalqni emas, властьni sikish kerak. Когда, блядь, начинают наезжать мне, блядь, нахуй. Men so'ka boshlasam, ko'tinglarni nahv ocha boshlasam, sizlar naезжать qilasizlar menga, блядь. Хули ты пиздишь, блядь, та-та-та, блядь. Еще раз повторяюсь, блядь. Chiqinglar. Buni men nechayni hozir ko'rib qoldim. Xuyo, mana Новый мир degan olgan ekan. Meniki emas bu. Что-то знак ебанутый у него еще какой-то, блядь. Вот. Так что выходите, вылазьте нахуй. Язык из жопы вытаскивайте и начинайте нахуй. Mana русский община bor, da xuya. Ashlarga qarshi chiqinglar. Поднимайтесь, блядь. Qachongacha nahvoy? Mana menga o'xshaganlar chiqadi, la qiladi, keyin блядь nahvoy meni bitta o'zim kuchim yetmaydi. Не вернулась половина. Не вернулась. O русский общинani ko'rdinglarmi? Saytiga kirib ko'ringlar. 1 million bo'pti. 1 million qayerda? Men qayerda, блядь? Или mana jurnalistik qayerda, блядь? Bu jurnalist, bu nima qiladi?
Bizga gapiradi bo'ldi, jurnalist bu. Yaxshi ito gapiryapti. Gapiryapti. Boshqalar qo'rqoq ham gapira olmayapti-ya shuni. Почему, когда узбеки поставили в Узбекистане, проживало 4,5 миллиона узбеков? Короче говоря, ну всех там было. Я пока буду жив, буду долбить эту тему. Они бросили все. Пока нахуй народ не изменит нахуй мозги, блядь, и не станет против русских, я буду это долбить и долбить постоянно. Башкортларга да айтам, татарларга да айтам, узбекларга да айтам. Хам башка халыкка, если это касается, им тоже буду говорить. Если оно касается других, будем тоже об этом говорить. Так что думайте. Mana shu ota-bobolarimiz narsa uchun kurashgan, и biz narsa uchun qo'rqib o'tiramiz. Думайте. Meni da этот o'zbek qartatam sug'ishga borgan, tatar qartatam da sug'ishga borgan. Butun sug'ishga borgan. За что после этого, сходив 41-45, они победили фашистов? А сейчас фашисты, блядь, внутри Москвы. Это русня, это фашисты. Из них 1,5 миллиона уехали на фронт. Теперь, значит, наша задача уничтожить фашистов. Старики, маленькие дети и женщины. Конечно же, сделать независимость Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана, Ингушетии, Бурятии, Якутии, всех. Взяли оружие, это были в основном узбеки. Тогда Урыстарын дымықтырып қойыш керек. Кекірдегеннен олып нахуй. Күтіге сігірге керек оланы. Поехали просто простой одежде. Не вернулась половина. Это он журналист, он говорит красиво. Ему так нужно говорить. Он не может ругаться, блядь. А мне похуй, блядь. Мен ауылдан, блядь. Мен qishloqdanman. O'zbekcha gapiradigan bo'lsak. А так-то городское с детства. А так мен ауылны яраткач, мен ауылданмын. Поэтому еще раз доношу o'zbeklarga. Tojiklarga ham, qirg'izlarga ham aytaman buni. Вы, блядь, нахуй, o'zinglarni g'ururligilarni nахуй, блядь, уже хватит нахуй терпеть. G'ururlik bormi? G'ururligilarni ko'rsatinglar. Qachongacha nахуй soqani orqasidan yugurib yuradigan odam bo'lasizlar. 1,5 миллиона узбеков взяли оружие, это были в основном узбеки. Тогда мало было. Давайте, короче, я уже устал, блядь, говорить вам, блядь, пиздеть, блядь. Уже sizlarga уже, блядь, я не знаю, блядь, первый классник поймет это нахуй. Не вернулась половина. Не вернулась. Давайте, десант сау.